Bismillahirrohmanirrohim. Farzand Alloh taolo tomonidan berilgan ulug' ne'mat, ammo shu bilan birga u katta sinov va ulkan mas'uliyat hamdir. Musulmon insonning hayotidagi eng muhim va eng xatarli ishlardan biri farzand tarbiyasi. Agar farzandingizni iymonli, axloqli va jamiyatga foydali inson qilib voyaga yetkazmoqchi bo'lsangiz, bu ishga vaqtingizni, mehnatingizni ayamasdan bag'ishlashingiz shart. Aks holda oqibati achinarli bo'lishi mumkin. Bir necha yillar avval juma ma'ruzalarida shu mavzuda so'z yuritdik. Ana shu ma'ruzalar xalqimiz tomonidan katta qiziqish va muhabbat bilan qabul qilindi. Ko'pchilik tomonidan bu darslarni kitobga aylantirish talabi bo'ldi. Alloh taoloning fazli karami va tavfiqi bilan bu darslar endi kitob ko'rinishida Islomda farzand tarbiyasi deb nomlandi. Agar farzandingiz sizni orzungizdagi inson bo'lib ulg'ayishini xohlasangiz, bu kitobni o'qishni kechiktirmang. Chunki bu kitob uning kelajagini qurishdagi eng muhim poydevor bo'lishi mumkin. Alloh taolo bu ojizona mehnatimizni o'z roziligi uchun qilingan amallardan qilsin. Ummatga manfaatli bo'lishini nasib etsin. Amin. Musulmon odamning hayotidagi eng muhim, eng zarur, eng oliy ish farzand tarbiyasi. Agar bu farzandlar tarbiyasini muhmal tashlab qo'ysak, e'tibor qilmasak, oqibat juda bir xunuk bo'ladi. Musulmon odam hozirgi kunda o'ng tomonga qaraydi, chap tomonga qaraydi, uni dinini, uni axloqini buzishlikka sarf qilinayotgan kuchlar, diniga dushman bo'lib turgan toifalarning ko'pligidan o'zini zaif his qiladi. Qo'lidan hech narsa kelmaydiganga o'xshab ko'rinadi. Ammo qo'lida bitta narsa bor. Bu shunday narsaki, bu agar shuni uddasidan o'ta olsa, bu kuchlarda hammasiga qarshi tura oladi. Bu farzand tarbiyasi. Agar odam o'ldi, o'chdi, bo'lib ketishni xohlamasa, farzandini tarbiya qilsin.